Hozir pastda ko'rsatib turgan ikkita yuzim meniki desam ishonasizlarmi? Ya'ni hozirgi yuzim va meni o'sha homiladorlikdagi yuzim. Ko'pchilik aytadi, qanaqa erishgansiz bu narsaga? O'sha kremni menga bering deydi-da. Bitta narsani tushunib olinglar qizlar. Bu yuzdagi har qanaqa muammo o'zi paydo bo'lgandan boshlab yechimini izlamasak, u juda ham qiyinlashadi. Nima qildim? Lecheniya oldim, endokrinologga ham ko'rsatdim, xudini ham qildim, o'zimni tartibga solishni boshladim. Imенно keyin bo'ldi. U xod nima uchun kerak? Hozir siz aytasiz, menga krem bering, dog'larim ketib qolsin. Yo'q, unaqa krem. Men buni olasan, 3 oyda dog'im ketadi deya olmayman. Sababi uydan yondashing. Nima bo'ladi o'zi sening yuzingga? Kimgadir u narsa to'g'ri kelmaydi. Kimgadir vitamin allergiya beradi. Kimgadir men uni topmagunimcha o'zimda vaqt kerak bo'ladi. Agar kim dog'ni ketkazmoqchi bo'lsa, dog'ini umuman ustida ishlamoqchi bo'lsa, uning uchun sabr kerak. Просто buni tan olinglar. Agar sizga yo'q, shunaqa kun, 15 kun degan gaplar yo'qsa, 5 kunda dog'ni ketkazib bo'ladimi? Bor. Shunaqa tip egalari bor. Immuniteti zo'r bo'ladi. Ularda juda ham dog'i, ustki dog' yoki bo'lishi mumkin-da. Unaqalarni qilsa bo'lsa kerak. No, yana ham bilmadim.